Men bu hikoyani kimgadir aytib beraman deb hech o'ylamagandim. Bu shunchaki aytib beriladigan voqea emas. Bu mening ichimdagi qora dux, yuragimning tubiga cho'kib ketgan, hech qachon yuvib bo'lmaydigan kir. Lekin ba'zida u shunaqa kuch bilan yuzaga qalqib chiqadiki, nafas ololmay qolaman. O'shanda menga hammasi kecha sodir bo'lgandek tuyuladi. Har bir teginish, har bir shivir, har bir nigoh xotiramda o'chmas iz qoldirgan. Akmal bilan turmush qurganimizga 5 yil bo'lgandi. Tashqaridan qaraganda hammasi joyida edi. O'zimizning 2 xonali uyimiz, Akmalning yaxshi ishi, mening sevimli kasbim, hammasi havas qilsa arzigulik edi. Biz kamdan kam urushardik, chunki urushish uchun ham qandaydir hissiyot, qandaydir o't kerak. Bizda esa bularning hech biri yo'q edi. Munosabatlarimiz xuddi eski, chang bosgan gramofon plastinkasiga o'xshab qolgandi. Har kuni bir xil ohangda, zerikarli va g'ijirlab aylanardi. U ishdan kelardi, men kechki ovqat tayyorlardim. Birga ovqatlanardik, ko'pincha sukut saqlab. Keyin u televizor ko'rardi, men kitob o'qirdim yoki ertangi kun uchun nimadir tayyorlardim. Tunlari hammasi odatdagidek, hissiz va majburiyat yuzasidan sodir bo'lardi. U o'z ehtiyojlarini qondirardi. Men esa shiftga qarab, tezroq hammasi tugashini kutardim. U meni sevarmidi? Bilmayman. Balki o'zicha sevar. Lekin uning sevgisi xuddi men esa uni tinglab, o'zimning zerikarli hayotimdan biroz chalgirdim. O'sha yoz u o'qishini bitirib qaytdi. Ish topib, oyoqqa turib olguncha biznikida yashab turishga qaror qildi. Akmal qarshi emasdi. U umuman hech narsaga qarshi bo'lmasdi, agar bu uning kundalik tartibiga xalaqit bermasa. Rustamning kelishi uyimizga qandaydir hayot olib kirdi. U kulgi, yangi musiqa, yangi suhbatlar olib keldi. Uyda yana hayot qaynay boshlagandek edi. Boshida hammasi oddiy edi. Uka-opa munosabati. Biz kechalari oshxonada o'tirib choy ichib, eski kunlarni eslardik. U maktabdagi qiliqlarini, men esa uni qanday qilib ota-onamizdan yashirganimni aytib kulardik. U mening ko'zlarimga qarab, "Opa, siz negadir g'amgin ko'rinasiz", derdi. Men esa kulib, "Shunchaki charchaganman", deb qo'ya qolardim. Lekin u bunga ishonmasdi. U mening soxta kulgum ortidagi boshliqni ko'ra oladigan yagona inson edi. Akmal ko'pincha ish bilan komandirovkalarga ketardi. O'shanday kunlarda biz Rustam bilan yolg'iz qolardik. Biz birga filmlar tomosha qilardik. U menga gitarada yangi o'rgangan ku'ylarni chalib berardi. Ba'zida biz shunchaki jim o'tirardik. Lekin bu sukunat Akmal bilan bo'ladigan sukunatga o'xshamasdi. Bu sukunatda qandaydir iliqlik, bir-birini so'zsiz tushunish bor edi. Asta-sekin men o'zimda g'alati o'zgarishlarni seza boshladim. Uning yonimdaligidan yuragim boshqasida esa biz daryo bo'yida baliq tutishga urinyapmiz. Har bir surat bir xotira, iliq va beg'ubor. Esingizdami, opa? Mana shu kuni siz men uchun qo'shnimizning bolasi bilan urushgansiz, dedi u jilmayib. U mening o'yinchog'imni olib qo'ygandi. Esimda, dedim men ham kulib. Keyin dadamdan ikkalamiz ham kaltak eganmiz. Biz kuldik. Keyin u jim bo'lib qoldi va jiddiy ohangda gapirdi. U aytdiki, men doim uning uchun eng yaqin inson bo'lganman. Uning himoyachi farishtasi. Va hozir mening baxtsiz ekanimni ko'rish unga juda og'ir botayotganini aytdi. U Akmalni yaxshi inson deb bilishini, lekin u menga munosib emasligini, mening qalbimdagi olovni o'chirayotganini aytdi.
Uning so'zlari yuragimga o'qdek sanchildi.